Assalomu alaykum azizlarim. Ko'pdan beri sizlar bilan uchrashmadim. Sog' omonmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Hammalari sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bor bo'linglar. Men sizlar bilan bugun ko'rishdan maqsadim, men har xil malhamlar ishlab chiqaraman. Ko'plab ixtirolar muallifiman. Men haqimda juda ko'p ma'lumotlarga egasizlar. Lekin mana bu mani nomimdan mana bunday Qo'qon pitagida shofyorlar mana bunday malhamlarni sotishyapti ekan. Qo'qon pitagida, Farg'ona pitagida, balkim andijonliklar ham bordir. Lekin vodiy shu narsalarni sotyapti. Bu soxta. Buni men qilmaganman. Mani ismimni aytib shu narsani sotishyapti ekan. Bu narsa mani narsam emas. Men buni qilmaganman. Buni hech qanday yordam bermaydi bu. Bu odamlar o'zlarini aldaydilar. Iltimos, bunaqa yolg'onlarga uchib, mana shunday dorilarni olmanglar. Kerak bo'lsa, mani o'zimdan bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Mana bu mani dorilarim. Ichida qip-qizil, judayam suyuq, judayam qizil rangdagi mani malhamim bu. Shu malham bilan men bel grijalari, juda ko'p kasalliklarga davo beradi. Og'riqlarni qoldiradi, grijalarni so'riltiradi. Undan tashqari oyoq taglarida og'riqlar, oyoq bo'g'imlaridagi og'riqlarni ham qoldiradi. Mani o'zimga murojaat qilinglar albatta. Mani murojaat qiladigan nomer telefonlarim o'zgardi albatta. Siz yana mana YouTube kanaliga kirib menga murojaat qilinglar. Mani telefon nomerlarim o'zgardi. Mana bu yuqoridagi telefon nomerlar mening yangi nomerlarim. Albatta menga telefon qilinglar va menga murojaat qilinglar. Aldanib qolmanglar azizlar.